Ustozim bilasiz Umidjon Shohmedov. Men o'zim domda turaman. Garajimiz ham yo'q, startap boshlashga. O'qishlarga kirish bo'yicha O'zbekiston rekordini o'rnatgansiz. Chet elda o'qish xohlasa, sharoit ko'tarmasdan qolib ketayotgan yoshlar ham bor-da. Sarmoya kiritadigan inson yoki tashkilot, First Angel deb ataladi. Investor tanlayotganda faqat pulni o'ylab turib tanlamaslik kerak. Birinchi sarmoya qancha bo'lgan? Ikkinchi yildan bizda ancha yaxshi bo'lib foydaga chiqish boshladik. President Tech Award loyihasida faxrli ikkinchi o'rinni egalladingiz. $50,000 sizda shunchayingiz. Xalqaro tanlovlarda ham qatnashganmiz. 600 ga yaqin ham Amerika, ham Angliya, Avstraliya o'sha universitetlar bilan hamkorlik qildik. MVP ni O'zbekistonda qildik. O'xshadi, O'zbekistonga kerak. Salom do'stlar, bugun yana bir bor sizlar uchun ajoyib intervyu tayyorladik va bugungi mehmonimiz talabalarni xorijiy universitetlarga jo'natishda yordam berib kelayotgan Maqsadbek Fayzullayev. U Student Hunter startapining asoschisi va biz hozir Millat universiteti binosini oldida turibmiz va Maqsadning ofisi ham shu yerda joylashgan. Ishoning, bu video juda qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun intervyuga like bosing, komment qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum. Maqsad, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Yaxshi kelib oldinglarmi? Shuncha yo'l bosib, No'rzagacha. Charchayapsizmi o'zingiz? Xudoga shukr. Hozir biz mana ofisingizdamiz va shinam va juda zo'r ekan. Shunaqa, bu ofis tarixi ham bor. Birdan bunaqa ofis bo'lib qolmagan. Startapni boshlashimizdan oldin ham o'sha ofisda o'tirganman. Ustozim bilasiz Umidjon Shohmedov. Oldin shogird bo'lib tushganmiz oldilariga, shogird bo'lib ish o'rganib yurganmiz. Keyinchalik mana shu universitet ochilgan, hozir Millat universitetidamiz, Navzada joylashgan. Bu joyda ishlab keyin startap boshlaganmiz. Keyin startap boshlaganimizdan keyin bilasiz, startaplarning boshida budjeti 0 bo'ladi. Endi 50-60% niki minusda bo'ladi, odatda 0 bo'ladi. 0 da boshlaganmiz biz ham, Xudoga shukr. O'sha payt qattandir ofis arendaga olish yoki boshqa narsa qilish ilojsiz edi. Men o'zim domda turaman. Garajimiz ham yo'q, startap boshlashga. Shuning uchun ustozimizdan iltimos qilganmiz, shu yerda o'tirib, boshida komanda ham unaqa katta bo'lmagan. Shu yerda o'tirib ishlab tursak bo'ladimi deganimizda, ruxsat, bemalol ishlab turinglar, qo'llab-quvvatlayman deganlar, biznes modellarni ko'rsatganimizdan keyin. Zo'r, o'zi o'sha Umid akaga ham alohida to'xtalamiz hali. O'sha oldingi intervyuda ham bizni Nurislonbek bilan olganda, bizda o'sha startap boshlaganda sal moliyaviy tarafdan endi qiyin problemalar bo'ladi, shunaqa taraflar bor degandan keyin biz o'sha podvaldan boshladik-da. Endi siz 5-etajga chiqib oldik podvaldan. Orada 4-etajda. Endi maqsad, gap so'zlarga qaraganda siz o'qishlarga kirish bo'yicha O'zbekiston rekordini o'rnatgansiz. Unchalik emas. Chunki men to'g'ri ko'p o'qishga kirganmiz. 46 universitetga kirganman. Masalan, 2 million atrofida grant yutgandim. Lekin bu etish kerak bitta narsani. Masalan, hozir ko'pchilik o'qishga topshirayotganlar motivatsiyasi o'lib qolishi mumkin-da, shunchaga kirgan ekan u deb. Ko'p partial scholarship bo'lgan. Ya'ni u yerda har xil joydan olingan 40%, 50%, 60% lik grantlarni qo'shilgan bo'lgan. O'shalarni qo'shib turib, umumiy 2 million chiqarilgan. Bittada kimdir menga kelib 2 million qo'lingga. O'ylashyapti kimdir 2 million olgandan keyin sira startap boshlardi o'sha pulga deb turib, lekin unaqa narsa bo'lmagan. 3 universitetdan to'liq grant bo'lgan. O'sha grantlardan keyin bittasini tanlab turib o'sha oxirida shunda siz New York University Shanghai tanlagansiz. Nimaga aynan o'sha universitet? Chunki endi menda ham qiziq savol bo'lgan. Chunki o'zim ham o'sha 2021-yili juda ko'p universitetlarga topshirganman va o'sha offerlar kelgan, siz aytganingizdek partial scholarship, ya'ni qisman o'sha grantlar yutganman, ammo chet elga yeta olmaganman. Sizda qanaqa bu motivatsiya bo'ldi aynan shu universitetni tanlashda? Endi birinchidan hamma narsangizni qoplab tursa universitet, biletingizga javob berib tursa, o'zi odatda NYU Abu Dhabi ko'p grant bergan hammaga, NYU Shanghai odatda unaqa grant bermagan. Bu yog'iga ham yildan yilga juda ham kamayib ketyapti. Hozir masalan bu yil kirganlarning ko'p 50% dan ortiq grant olishmayapti kontraktni o'zidan.
Shunaqa holat bo'lib qolganmanda, 100% grant olganman. Bunda o'sha prezident maktabini bitirganim ham, A-level o'qiganim ham, boshqa har xil faktorlar bor. Shunaqa holat bo'lgani uchun, undan tashqari, birinchidan Amerika universiteti, ikkinchidan Xitoy qanaqa xavfsiz davlatligini hammamiz bilamiz. Men uchun o'zim uchun ham yengillik bo'lgan. Hamma Amerikaga ketayotganda o'sha Xitoyni kashf qilib ko'rish. Chunki bizda baribir Amerikaga borib o'qish yoki Londonga ham borib o'qish imkoniyati bo'ladi bir semestr kamida. Shu faktorlarni hisobga olib turib, mayli harakat qilib ko'ramiz, o'qib ko'ramiz, qanaqa bo'ladi deb qiziqish bo'lgan. Shuning uchun shu universitetni tanlaganman. Asosan o'zi grant uchun-da. Grant uchun to'g'ri aytasiz, chunki barham xohlagan talabani olsak, hamma grant uchun harakat qiladi. Grant bu o'sha motivatsiyasini ushlab turadi. O'zimizda ham bilasiz, o'rtacha oylik haqi unaqa baland emas, masalan, chet eldagi universitetlarning kontraktini bemalol qoplab yoki yashash xarajatlarini o'zini qoplashga ham deyarli yetmaydi. Solishtirganda barham juda katta farqi bor. Endi barham o'sha siz shuncha universitetga kirdingiz va o'ylashimcha o'sha sizni startapingizni qilishda ham bu juda katta turtki bo'ldi, to'g'rimi? O'zi hujjat topshirish boshlaganimda kelgan bunaqa idea. Chunki Common App platformasidan topshirganmiz. Bundoq qaraganman. Bizda prezident maktabida O'zbekiston universitetiga ham topshiringlar. Chunki kimdir 100% grant yuta olmasa, bilasiz, u agentlik tasarrufdagi maktablarda o'qishga kira olmasdan qolib ketish yoki universitetda o'qimasdan yurish degan narsa bo'lmasligi kerak. Statistikada 100% hamma talabaga aylanish kerak. Shunda o'zimizdagi xususiylarga ham topshirib ko'rganman men. Har bitta universitet o'zining platformasiga kirib, kamida 20-30 minut, to'g'ri Amerikanikidek ko'p ketmaydi, lekin kamida 20-30 daqiqa vaqt ketgani uchun, masalan, 10 ta universitet topshirsangiz 300 minutda bu. Undan tashqari har bittasiga alohida faylni yuklash kerak. Juda ham qiyin proses, jarayon. Shuni ko'rib turib, shuni ham osonlashtirsa bo'lar ekan, masalan, O'zbekiston o'ziga ham shunaqa platforma qilsa bo'lar ekan. Qaranglar, qanaqa oson bitta 20 ta universitet topshirsa bo'ladi degan narsa o'tgan hayolimdan. O'shandan keyin o'zi birinchi shu ideya bilan boshlangan, keyin hozir chet el universitetlarini ham qo'shganmiz. Juda zo'r o'zi fikr, ya'ni siz aytganingizdek o'sha Common App'ga ham hali alohida gaplashamiz bu bo'yicha. Chunki o'sha bizda ya'ni to'liq bir sistema yo'q. Va talabalar sarson bo'ladi. Endi bu borada juda ko'p tanishlarim qiynalishgan, ya'ni qanaqa hujjat kerak o'zi, qanaqa topshirish kerak mendan ham so'rashgan. Endi men ularga aytganman, har birini ichiga kirib saytni o'rganib chiqish kerak. O'zim saytini o'rganib chiqish. Keyin topshirasan deganman. Endi baribir bu noqulaylik olib kiradi baribir. Xo'p, maqsad Student Hunter qaysi muammoni hal qilish uchun yaratilgan? Nimaga marketing kelgansizlar demoqchisizda? Nimaga odamlar ishlatadi demoqchisizda? Nimaga o'zi kerak? O'z boya gaplashganimizda birinchi muammo vaqt muammosi. Ikkinchi muammo vaqtdan tashqari ham O'zbekistonda haligacha juda ko'p universitetlarda qog'ozbozlik ko'p. Ya'ni borib hujjat topshirishingiz kerak. Shu ikkita muammo asosiy muammo. Undan tashqari hozirgi funksiyalarimizni aytadigan bo'lsak, masalan, chet elga hujjat topshirishda eng katta muammo xohlagan bitta top bo'lmagan universitetni ham olsangiz, qaysidir konsalting agentligiga boradigan bo'lsangiz, shundan $1000 minusda, sizni olib kirib qo'ydik deyshadi. Siz o'zingiz kirgan bo'lasiz, ular shunchaki platformaga hujjatlaringizni yuklab qo'ygan bo'ladi. O'sha universitetlarning o'zining platformasiga olib kirib qo'ydik deyshadi. Siz servis pulini to'laysiz. Gap yo'q, ular ham eplab ishini qilishyapti, lekin bu narsani shu yuzerdan pul olmasdan ham qilsa bo'ladi. Shu narsa bo'lgan bizda, chunki har xil sharoitli oilalar bor, sharoiti og'ir oilani farzandlari bilimli bo'lishi mumkin, sertifikatlari bo'lishi mumkin. Lekin chet elda o'qish xohlasa, sharoit ko'tarmasdan qolib ketayotgan yoshlar ham bor-da. Ya'ni potensiali hamma yoshlarning potensiali katta-da, agar chet elga chiqa olsa o'qishga. Deyarli hamma o'qiy oladi deb o'ylayman chet elda. Talablarga javob beradi. Bitta ingliz tilini o'rgansa bo'ldi. Shu narsani o'ylaganmiz, osonlashtiraylik. Birinchisi vaqtini tejaylik, ikkinchisi qulay bo'lsin, xohlagan joydan hujjat topshira olsin, uchinchisi ortiqcha xarajatlasiz. Shu sababdan bizning platformani ishlatishadi hozir 15 mingga yaqin yuzerimiz bor. Shu sababdan bizning platformani tanlashgan deb o'ylayman. Chunki biz asosiy maqsadlarimiz shu muammolarni hal qilish bo'lgan. O'zi o'sha konsalting deganingizga yaqinda bitta tanishim aytib qoldi, ya'ni magistraturaga o'qishga topshirish uchun qaysidir miqdorda pul olishdi dedi. Lekin hamma hujjatni orqasidan o'zim yugurolman va faqat o'qishga hujjatni topshirib qo'yadi deyishyapti. Ya'ni bu
o'sha aytaylik vaqtni birinchi o'rinda olyapti va moliyaviy tarafdan ham o'sha haqqisini olyapti. Lekin bu tabiiy narsa deb o'ylayman, chunki konsaltingga borayotganda shunga rozi bo'lib borish kerak. Chunki u sizni dokumentlaringizni qayerdan olishni bilmaydi-da. Siz o'qigan universitetingizga borib turib, agar konsalting qaysidir xodimi boradigan bo'lsa, bermaydi ham. Masalan, universitetingiz diplomini, magistraturaga topshirayotgan bo'lsa yoki bakalavriat topshirayotgan bo'lsangiz, maktabingiz diplomini, direktoringiz siz taniysiz-da, konsalting xodimi tanimaydi. Borishdan oldin menimcha birinchi o'ylash kerak. Shu narsalarga rozi bo'lib borish kerak. Rozi bo'lib borgandan keyin o'zi asosiy ishi ham shu platformaga hujjat topshirib berish konsaltingdan asosiy ishi. Eng asosiy yana bitta beradigan offeri, ularning taklifi viza jarayoniga yordam berish. Siz viza olish jarayoningizni osonlashtirib berish. Lekin menimcha ko'p konsaltinglar bu jarayonga ham alohida qo'shimcha to'lab olishadi. Juda o'zi bu proses ham o'zi ancha chalkash bo'lib ketgan, qiyin bo'lib ketgan. Prosesda endi ko'pchilik aytganimdek hujjatlarda sal tushunmovchilik bo'lganligi uchunmi ular o'sha konsaltingga murojaat qilishadi. Ya'ni sizlarni platformanglar ularni o'sha universitetlarga topshirish jarayonini osonlashtirish va bitta platformada bir nechta universitetga topshirish. Keling, men sizga tushuntirib beraman, o'zi qanaqa ishlaydi platformamiz. Siz foydalanuvchi bo'lib keldingiz. Sertifikatingiz bormi, yo'qmi IELTS? Birinchi savolimiz. Bor. Yo'q bo'lsa ishlata olmaysiz bizning platformani. Bor. Qaytib keting demoqchi edimda. Keldingiz, registratsiya qilasiz. Registratsiya qilganingizdan keyin siz pasport raqamingizni kiritasiz. Registratsiya bizda email adres so'raladi. Yoki telefon raqam yoki email adres. Email pochtangizni tasdiqlaganingizdan keyin pasport raqamingizni kiritasiz. Pasport raqamingizni kiritganingizdan keyin bizda One ID tizim bilan integratsiya qilingan. Siz shaxsiy ma'lumotlaringizni olamiz biz. Ya'ni yashash joyingiz, boshqa shaxsiy ma'lumotlar. Uni to'ldirib o'tirishingiz shart emas. Alohida vaqt qo'lbola qilib o'tirish shart emas, avtomatlashtirilgan. Undan tashqari test sertifikat raqamingizni kiritasiz. TRF number deydi masalan IELTSda. TRF number kiritasiz. Biza to'g'ridan-to'g'ri IELTS bazasidan tekshiramiz. Bu TRF raqami orqali necha sertifikat olingan, bali qanaqa. 2 yillik muddat o'tib ketmaganmi? Hammasini tekshiramiz, tasdiqlaymiz. Bu universitet tomoni uchun ham plusda ular vaqtini ketkazib o'tirmaydi admissionda o'tirganlar. Sertifikat haqiqiymi, haqiqiy emasmi? Ayniqsa O'zbekistonda chet eldan tekshirish oladi, lekin bizda ko'p universitetlar tekshira olmaydi. Bu tomondan uni ham to'g'rilab beramiz. Deyarli sizni 40-50% profilingiz to'lib bo'lgan bo'ladi. Endi o'zingiz qanaqadir qo'shimcha sertifikatlar yuklamoqchi bo'lsangiz, essay yozmoqchi bo'lsangiz, o'sha motivatsion xat yozmoqchi bo'lsangiz yoki insholar yozmoqchi bo'lsangiz, undan tashqari tavsiyanomani yuklamoqchi bo'lsangiz, uni qo'lbola qilishingiz kerak. Uni avtomatlashtirish ancha qiyin. Shu ma'lumotlarni to'ldirganingizdan keyin bo'ldi, platformaga qaytasiz. Platformaga qaytgandan keyin universitetlar bo'limiga o'tasiz, qani? Universitetlar bo'limiga o'tib, bundan xohlagan universitetingizni tanlaysiz. O'sha bizani davlat va xorijiy universitetlar, O'zbekistondagi o'zimiz xususiy va xorijiy universitetlar. Mana kontrakt narxlari, kontakt ma'lumotlari, mana bu yerdan o'zingizga kerakli sohani tanlaysiz. Bu yerdan universitet ijtimoiy tarmoqlarini kuzatsangiz bo'ladi. O'zingizga masalan nima, engineering deylik, software engineering. Menimcha ko'rinishingizdan software engineering o'qiydiganga o'xshaysiz. Shunaqa. Programma haqida ma'lumotlar bu. Mana profil to'ldirgandan keyin bitta shu battan orqali hujjat topshira olasiz. Hozir menda profil, test profil, shuning uchun hujjat topshira olmayman. Mana talablari IELTS 6.5 kerak ekan. Deadline, kontrakti, mana bu yerda yashash xarajatlari. Mana. Bu yerdan universitet haqida ma'lumotlar ko'rsatadi. Qulay tarafi, sizlarning platformangizda hamma ma'lumot berilgan. Hamma ma'lumot olsangiz bo'ladi. O'sha joy o'zingizga mos universitet tanlasangiz ham bo'ladi. Undan tashqari ma'lumotlaringiz to'liq kiritilgan bo'lsa, bemalol hujjat topshirsangiz ham bo'ladi. Ma'lumotlarni kiritmasdan, registratsiya qilmasdan turib ham siz bemalol o'rgana olasiz universitetdan. Qaysi universitet qanaqa programmasi bor, o'zingizga mos keladimi, yo'qmi? Juda qiziq. Ko'pchiligiga o'sha oson yo'lini, ya'ni qulaylik yaratibsizlar. Bundan juda xursandman. Umuman olganda o'z bakalavrga topshirishda o'zi qanaqa hujjatlar kerak? Chunki barram o'sha men bilganimdek hujjat masalasida qattiq qaramasa juda ko'pchilik universitetlar qabul qilmaydi. Просто o'tkazib yuboradi. Chunki bu o'zimda ham shunaqa bo'lgan. O'zi birinchi umuman hujjat masalasida emas, chet elga topshirayotganda birinchi o'rinda deadlinelarga qarash kerak. Chunki bizda bilamiz, masalan, sentyabrda o'qish boshlamoqchi bo'lsa, avgustda yoki iyulda boshlaydi, 3 oy oldin. Chet elda o'zingiz ham yaxshi bilasiz, 1 yil oldindan boshlash kerak. Masalan, Amerikani oladigan bo'lsa yoki Angliyani oladigan bo'lsa, 1 yil oldindan hujjatlarni topshirish boshlash kerak, keyingi yil o'qish boshlamoqchi bo'lsangiz. Eng asosiy kerakli dokumentlar u
birinchi o'rinda til sertifikati, ya'ni siz o'sha davlatga borib gaplashib keta olishingizni isbotlab berishingiz kerak. Bu muhim deganda o'sha bo'lsa kirasan faqat degan narsa emas. Просто ular tushunib olish kerak, siz tushunasiz u yoqda darslarni. Ikkinchi eng muhim narsa bu sizni maktabdagi baholaringiz, transkript deydi. O'sha baholaringizni hammasi oxirgi 3 yoki 4 yillikni yig'ishingiz kerak, maktabdan olishingiz kerak. Undan tashqari tavsiyanomalar, masalan o'qituvchilaringizdan yoki maktabdan tashqari kimdir qayerdadir nimadir mashg'ulot qilgan bo'lsangiz, o'sha odamlardan tavsiyanoma olsangiz bo'ladi. Ya'ni sizni ular o'sha universitetga tavsiya qilish kerak. Ular ochib beradi. Ya'ni siz inson sifatida qanaqasiz, siz qanaqa mehnatkash odamsiz, shuni ko'rsatib beradi universitetga. Universitetga ham shu qiziq, siz faqat o'qishingiz emas, akademik tarafdan emas, umumiy kadr qanaqa, kartina ko'rish kerak. Inson sifatida o'zi qanaqa shakllangansiz? Tushunarli. Sertifikatlarga keladigan bo'lsa, o'zi qanaqa sertifikatlar baland bo'lishi kerak natijasi? Endi baland bo'lishi kerak degan narsa yo'q, talabiga mos kelishi kerak. Hamma universitet talabi har xil. O'zingiz birinchi qaysi universitetga topshirmoqchiligingizni bilish kerak. Uning uchun joylashuvni aniqlashingiz kerak, xavfsizlik darajasini aniqlashingiz kerak. O'zingizni qiziqtirgan, masalan, kimdir tinchroq joyda o'qimoqchi bo'lsa, tinchroq, masalan, chekkaroq joydagi, kimdir shahar, gavjum joyda o'qimoqchi bo'lsa, qimmatroq universitetga borish kerak. Chunki tabiiy arendasi ham, boshqa narsasi ham qimmat bo'ladi, kontrakti ham qimmat. Shunga qarab turib universitet tanlaysiz, universitet talablarini o'rganib chiqasiz. O'zini platformasida ham o'rgansangiz bo'ladi yoki alohida platformalar bor, hamma universitet haqida ma'lumot beradigan yoki Student Hunter'da ham o'rgansangiz bo'ladi bu narsani. O'shanga qarab turib, u yoqda bizning platformamizda o'sha davlatdagi, o'sha shahardagi o'rtacha yashash xarajatlari ham keltirib o'tilgan. Hammasini o'rgangandan keyin o'shanga qarab turib universitet tanlaysiz, uni talabiga mos qilib turib sertifikat olasiz. Talabidan yarim, bir baland olsangiz, masalan, IELTS yoki SAT ni o'sha o'rtachasidan 100-200 baland olsangiz, talabidan siz kirishdan tashqari grant yutish ehtimolingiz ham oshadi o'sha universitetga. Tushunarli. Keyin ertaroq topshirish kerak. Amerikada first come, first serve degan narsa bor. Kim ertaroq topshirsa, ertaroq grant oladi kattaroq miqdorda. Tushunarli. Bu ma'lumotlar barram qiziq. Chunki o'sha aytganimda juda ko'pchilik yoshlarda muammolar juda ko'p. O'qishga kirishda bu ma'lumotlar xudo xolasa o'ylayman foydali bo'ladi. Endi maqsad Student Hunter faqat bakalavr yo'nalishiga yo'naltirilganmi yoki o'sha magistratura yo'nalishida ham? Hozircha faqat bakalavrga. Hozircha faqat bakalavrga. Chunki targetimiz ham, marketimiz ham kattalashtirishdan oldin uzki, masalan, mana bunaqa narsa bor-da, ko'p ustozlarimiz aytishgan. Bunaqasiga kengayib turib, keyin tepaga chiqish qiyin. Lekin birinchi bitta soha bo'yicha tepaga chiqib turib, keyin kengayish oson-da. Shuning uchun hozir bakalavr olib turib, marketni to'liq olib, she'rni ham oshirib, tepaga ko'tarilib, bizning servisimiz ham, boshqa bizdan qoniqish ham oshirib turib yuzurladi. Keyin o'sha yuzurlarimiz bakalavr bitirayotganda ularga magistraturada ham yordam berishimiz mumkin. LTVni ham oshirishimiz mumkin-da, lifetime value. Juda zo'r chain bo'lib ketyapti, ya'ni hammasi bir-biriga ulanib, shunaqa biznes plan bo'lyapti. Shunaqa o'z iloji boricha platformadan chiqarmaslik kerak-da. Endi startap haqida bilamiz, har bir startapning boshida first angel, ya'ni startapga birinchi o'sha aytaylik sarmoya kiritadigan inson yoki tashkilotni first angel deb ataladi. Bu borada sizlarda qanday kechdi? Siz first angelni qayerdan topdingiz yoki o'zi keldimi? Menimcha, ya'ni first angel o'zi keldi, angel investor o'zi keldi deb bo'lmaydi-yu, lekin qaysidir ma'noda o'zi kelgan ham desak bo'ladi. Chunki men boya aytib o'tganimdek, ustozim Umidjon Shohmedov, shogird bo'lib tushganman, shogird bo'lib yurganman oldinlarda, o'sha universitetga kirganimdan keyin boshqa masalalarda, maktablarda school counselor bo'lib ishlaganman. O'sha masalalardan keyin universitetda birinchi semestr o'qib, birinchi semestr yakunlab, biznes haqida qanaqadir tushunchalar olib, oldin ideya bo'lgan bo'lsa, endi qanaqa biznes plan qilinadi, financial statementlar qanaqa ishlaydi, shu narsalarni o'rganib kelganimdan keyin biznes plan qilib kelganman. Biznes plan qilib kelganimdan keyin nima ko'rganlar, nima yordam kerak deganlar. Birinchi aytganim ofis. Keyin ikkinchisi ko'ramiz, komanda yig'sam, baribir platforma qilishga ham, boshqa narsalarga ham xarajat bo'ladi. Boshida nima xarajat bo'lsa, hozirgacha ham masalan, agar oborotimizdan tashqari qanaqadir xarajat chiqadigan bo'lsa, komandamiz pul yetmasa yoki loyihamiz budjetda pul yetarli bo'lmasa, har doim qo'llab-quvvatlaydilar. Hozirgacha masalan, men aytaman, buni men yagona founder emasman, co-founderman. Umidjon aka ikkinchi co-founder bu loyihada. O'sha paytda o'zida hal bo'lgan bu narsa.
kelishganmiz. Hozirgacha nima rasxod bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa shu tomonlama. Undan tashqari bitta zo'r startap qiladiganlarga maslahatim, ko'pchilik qiladigan xato startap boshlayotganda investor tanlayotganda faqat pulni o'ylab turib tanlamaslik kerak. Chunki u odamning networki, u odamning tajribasi sizga qanchalik yordam bera olishini o'ylashingiz kerak. Masalan, Umidjon aka ta'lim sohasida bo'lganlar. Startapimiz ta'lim sohasida. Undan tashqari universitetlar bor, universitet sohasida. Juda ham ko'p yordam bera olishlari mumkinligini o'ylab turib ham zo'r bir-birimizga mos kelishimiz bilib turib ishlaganmiz bir-birimiz bilan. Smart money deydi. Bu smart money oddiygina investitsiya emas-da. Shu tomonlarga qarab turib, biz o'sha joyi o'zida loyihani birga amalga oshiramiz deb turib kelishib olganmiz. Maqsad, keyingi savol juda qiziq savol, chunki bu har bir o'sha intervyuga qo'yiladigan savollardan biri. Birinchi sarmoya qancha bo'lgan? Ochiqchasiga aytavering, chunki barram buni asosan o'sha startap boshlamoqchi bo'lgan yoki startapi bor insonlar ko'radi degan umiddaman va bularga ham juda foydali bo'ladi. Keling, men hozir bitta aniq summa aytolmayman, chunki $10,000 atrofida bo'lgan deylik, $10,000 atrofida bo'lgan birinchi sarmoya. O'sha $10,000 atrofida bo'lgan sarmoya bilan MVP qilib, hamma rasxodlarimizga ishlatib, komandani oyligi ham boshqa narsa hammasiga ishlatib turib, biz birinchi o'zimizga tushgan pul, aylanmalarimiz, hamkorlarimiz hammasiga erishganmiz. Minimal platformadagi funksiyalar bilan. O'zingizdan bilasiz, MVP degan narsa bor, minimum viable product degan. Startap qotganda hech qachon birdan miyangizdagi ham ideyani bitta platformaga sraz qo'yib qo'ya olmaysiz. Siz agar sraz qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, ideya shunaqa narsaki, u cheksizda, kelib turadi. Men buni qo'shish kerak, men buni qo'shish kerak. Shunda ko'rasizda, men bunda bu bor ekan. Buni olamanda, ikkita super platforma qilamanda, hamma meni ishlatadi. Ikkala platformaga ham kirib o'tirmaydi degan ideya kelishi mumkin. To'g'ri. Lekin uni orqasida juda katta mehnat bor, juda katta xarajat bor. Shuning uchun doim birinchi eng test qilish uchun, marketni test qilish uchun birinchi o'zingiz o'ylayotgan eng richak kerakli funksiyani ishlatib ko'rasiz. O'sha funksiya bor platformani qilib ko'rasiz. Masalan, bizda hujjat topshirish bo'lgan bo'lsa, hujjat topshirish o'zi bilan test qilib ko'rganmiz. Unga talab borligini ko'rgandan keyin qolgan funksiyalarni qo'shganmiz. Mana hozir baribir o'sha funksiyalarni kamaytira olamiz. Nimaga? Chunki boya aytganimdek, birinchi bunaqasiga ko'tarib olib, keyin kengayish kerak ekan. Buni tajribada ham ko'rdik, maslahat berishgan. Baribir tajribada ham ko'rdik, shu xato bo'ldi. Hozir yana foydalanuvchilarimiz ham chalg'itmaslik uchun, o'zimiz ham fokusimizni bo'lmasligi uchun faqatgina hujjat topshirish. Birinchi visionimiz qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa strategiya qo'yamiz hozir. O'sha yo'nalishda sekin-sekin tepaga qarab ketyapsizlar deb umiddaman. Xo'p, endi bu siz aytdingiz, boshida ideya bo'lgan. Bu ideyani realizatsiya qilishda juda ko'p muammolar bo'ladi. Biznes olamida yurganlar buni biladi. Birinchi o'sha qandaqadir muammo yoki muvaffaqiyatsiz bu masalada sizlarda qanaqa bo'lgan? Bizda unaqa ko'p muvaffaqiyatsiz bo'lgan deyolmayman. Asosiy muvaffaqiyatsizlik nimada bo'lgan? Tajriba yetarli bo'lmaganda bo'lgan. Chunki men oldin birinchi startapim, bu oldin umuman biznes sohasida ham to'g'ri men konsalting yuritganman. O'zimni loyiham bo'lgan, o'tda o'quvchilarga yordam berganman. O'tda B2C sales bo'lgan, ya'ni business to customer. Birga bir odamlarni o'ziga sotganman. Lekin umrimda hayotda hali platformani boshlashimizdan oldin, startap boshlashdan oldin birorta korxona sifatida yoki birorta tashkilotga sotib ko'rmaganman, sotuv qilib ko'rmaganman. Eng katta qiyinchilik shu yerda bo'lgan. Juda ko'p universitetlarga aloqaga chiqqanmiz. Birinchi qiyinchiligimiz universitetlar bilan ko'rishib olish bo'lgan. Xat chiqarib ko'rganmiz, rasmiy xat, borib ko'rganmiz, boshqa narsa, telefon qilib ko'rganmiz. O'zimiz professorlar ishlaydigan professor tanishlarimizni ishlatib ko'rganmiz. Juda qiyin bo'lgan. Vazirlikka chiqqanmiz. Lekin o'shanda ham mitinglarni tashkillashtirish qiyin bo'lgan. Nimaga? Chunki qarasa 18-19 yosh bola. Aynan shu masala bo'yicha ham, chunki hozir startapda juda ko'p yoshlar yuritib bormoqda. Endi ular o'sha katta korxonalarga yoki tashkilotlarga chiqishda qiyinchilik bo'ladi. Chunki hozir ancha yaxshi bo'lib qolgan aka. 2 yil oldin vashshi boshqacha edi. Hozir masalan venturelar ham ochilib, ko'payib, IT park o'zi ham masalan 2 yildan beri prezident takeover bu yil 2 yil bo'lgan bo'lsa, prezident 350 choyli qarori bilan juda e'tibor o'zgarib ketgan. Qolganlarning ham qarashi yoshligiga nisbatan o'zgargan menimcha. Chunki bizda oldin suhbatda ham masalan qaysi universitetga borib sales qilayotganingizni ham bilinadi, yosh bola ko'radi. Yosh bola ko'rardi.
balki bu o'zim 2 yilga kattalashganim sababli ham bo'layotgandir. Lekin menimcha mana bu berilayotgan e'tibor startaplarga, O'zbekistondagi startap ekotizimini rivojlantirilganini ham ta'siri katta bunda deb o'ylayman. Hozirgi holatda. Asosiy qiyinchilik shu bo'lgan. Birinchi yil, ikkinchi yildan ancha yaxshi bo'lgan. Ikkinchi yildan o'rganib olganmiz biz qanaqa qilib chiqish. LinkedIndan chiqish kerak ekan. Xususiy universitetlarning asoschilari bular tadbirkorlar. Tadbirkorlarning hammasida 99% da LinkedIn bor. Ular qayerdadir chet elda o'qigan, ishchi bo'lgan, boshqa bo'lgan o'sha paytda LinkedIn ishlatishgan. LinkedInda to'g'ridan-to'g'ri asoschiga chiqsangiz, siz marketing yoki boshqaga emas. Biz birinchi yil marketologlarga chiqardik, universitetning marketologlar. Bilsa, biz raqobatchimiz, raqibimiz o'zi marketologlar ekan. Ularni biz aytganmiz, xarajatlaringlarni kamaytiramiz deganimizda, masalan, asos chiqaraylik deb marketing shuncha tikayotgan ekan. Undan ko'ra men platforma ishlatsam, ko'proq lead kelar ekan, ko'proq user kelar ekan, ko'proq o'quvchi olar ekanman deb turib chopish mumkin-da. Biz o'zimiz o'shalar orqali uchrashuv qilib beraylik, iltimos akalar deb yurgan ekanmiz-da. Keyin bildik, asoschiga chiqsangiz, hamma decision maker, qarorlarni chiqaruvchi o'sha odam. Chunki boshqa odamga chiqsangiz, даже tasdiqlanib meeting bo'lgan taqdirda ham baribir founderga olib kirish kerak u narsani. Founderga olib kiradi. Founder nima deydi? Pul to'lash kerakmi? Bor finans departamentiga tekshirtir deydi. Finans departamentiga olib boradi. U nima deydi? Rasxod kamayish kerakmi? Kerakmi hozir shu narsa deydi. Ya'ni marketolog ham bunday o'ylaydi. Yoki aytish mumkin. Senga berilayotgan puldan qanchadir kesib bularga beramiz deb aytish mumkin. Bunday qaraydi. Bunday founderga kirib turib, yorvoramiz, o'zim qilaman deydi. 10 ta target yoqaman deydi. Bular berayotgan lead doc beraman. Shunaqa bo'lib turib, mayda qadamlar har bitta odam tasdiqdan o'tish kerak bo'lgani uchun proses juda cho'zilib ketadi. Sotuvlarimiz 4 oy, 5 oyga cho'zilib ketgan. O'zi B2B da masalan 5 ta 6 ta meetingda bo'ladi, lekin 4 oy, 5 oy bo'lmaydi. Bunaqa qiymatdagi sotuvlarda, endi $1 million sotuvlarda bo'lishi mumkin. O'zi boshlanishiga ham barram sizlarda o'ylayman, o'sha оборот yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, chunki siz o'sha aytib o'tdingiz, bu soha hali bizda unaqa zo'r rivojlanmagan. Ya'ni juda ko'pchilik muammosi bo'lganligi uchun o'sha muammoni yechimi sifatida sizlar o'zingizlarni produktinglarni ommaga taqdim qildinglar va bu borada оборот ham o'ylayman birinchisida zo'r bomba bo'lib ketdi deb o'ylayman. Endi bomba emas u, bizda ne unaqa bo'ldi? O'rtacha chek katta bo'lgani uchun shunaqa bo'ldi. B2B da masalan B2C dan ko'ra 6 barobar, 7 barobar katta bo'ladi-yu. Shuning uchun biz 5 ta sales qilsak ham, oddiy customerlarga sotib yurgan masalan konsaltinglar 10 ta, 20 ta salesdan ko'ra ko'proq oborot qilganmiz. Nimaga? Chunki korxonadan korxonaga katta summa olamiz. O'shanga yarasha masalan servis qilishga harakat qilamiz. Undan tashqari birinchi yilda o'zida unaqa katta oborot ham bo'lmagan. To'g'ri, birinchi yilda o'zida biz break even pointga chiqqanmiz, ya'ni 0 ga chiqqanmiz qaytib. Olgan investitsiyamizni 0 holatga olib kelganmiz, rasxodlarimizni. Lekin baribir birinchi yil unaqa katta oborot bo'lmagan. Ikkinchi yildan bizda ancha yaxshi bo'lib foydaga chiqish boshladik. 3-yillik rasxodlarimiz masalan butun yillik rasxodlarimizni qoplaydigan darajaga olib chiqdik komandalarning oylik hamma rasxodlarni. Xo'p, maqsad endi bilamiz, siz ham talabasiz va sizda hamma o'sha tajriba, skilllar hali rivojlanmagan, chunki barram yillar davomida o'rganish kerak. Bu borada siz yosh startapchisiz, aytaylik, lekin moliya va o'sha marketing taraflama barram tajriba unaqa zo'r deb o'ylamayman. Bu borada qanaqa bo'lgan sizda? Yana Umidjon akaga qaytamiz. Umidjon aka moliyachilar o'zi. Moliya tarafidan masalan hisobotlarni tayyorlashga doim yordam berganlar. Tushuntirib, menga template tashab berardilar, qanaqa qilish, nima qilish. O'sha narsalar bo'yicha yordam bergan. Endi marketing tomonidan qiynalganmiz. Biz deyarli 2 yilda unaqa katta marketing qilmaganmiz boshlangandan beri. Endi shu yildan biz marketing qilish boshladik. Nimaga? Chunki o'sha jamoamizda tajribali, katta tajribaga ega marketolog bor. Undan oldin deyarli unaqa narsalar bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. 2 yil ichida faqat organik o'sha nima deydi, platformamizni qidirib kirganlar yoki qanaqadir korxonadan eshitganlar, salafan reklama deydi, shu orqali platformamizga ro'yxatdan o'tishgan. Shu qiyinchiliklar bo'lgan bizda ham. Menimcha hamma startapda bo'ladi boshida, chunki o'zingiz aytdingiz, hammada ham birinchi startapda yoki umuman birinchi biznesida tajribasi bo'lmaydi-da. To'g'ri. Tajribani o'sha yerda olinadi o'zi. Yillar davomida bu to'planib, qanaqadir oxirida bitta yaxshi bir produkt beradigan darajada o'sha skilllar to'planadi deb o'ylayman, chunki men o'zimda ham ya'ni bu sohada 100% aytaylik tajriba bo'lmasam ham, lekin o'sha juda ko'pchiliklarni suhbatidan eshitganimdan so'ng xulosa qilyapman, barram
bu sohalardan ham juda ko'p tajriba va o'rganishlar kerak ekan. Shunaqa. Xabarimiz bor, yaqinda siz President Tech Award loyihasida faxrli 2-o'rinni egalladingiz. Bu haqida ham qisqacha ma'lumot aytib o'tsangiz. Shunaqa bo'ldi. President Tech Award tanlov 2-yil edi. Biz 1-yilda ham o'z qatnashmoqchi bo'lganmiz. 1-yil ulgurmay qolganmiz registratsiyaga. Yopilib qolgan. 2-yilda nasib qilib qatnashdik. 2-o'rinni nasib qilgan ekan. O'sha micro SaaS yo'nalishida 1-o'rin o'zimizni akalar Nurislom akalarga ketdi, Oygulga. Oygul. Nasib qilgan ekan $50,000 yutib oldik. Xo'p, nima bo'ldi? Registratsiya qildik. 2 oy oldin tanlov boshlanishidan 2 oycha oldin jamoamiz bilan doimiy masalan universitetga qilinadigan boshqa pitch deckimizni tayyorladik. Ozgina o'zgartirish kiritdik o'sha pitch deckga. Birinchi anaqaga prezentatsiyaga tayyorlanishda unaqa ko'p vaqt tayyorlanmadik. Birinchi bosqichga masalan 10 ta komanda qolardi-yu, u yerda 40 tami 50 ta komanda bor edi saralangan. 10 ta komanda qolishiga 5 daqiqa prezentatsiyaga o'sha o'zini hakamlardan feedbacklar oldik, qilib berib turib, yaxshi feedbacklar olganimizdan keyin ana ozgina edit qilib turib tayyorlandik. 1 kun ketdi tayyorlanishga. 1 kun ham emas tayyorlandik, 3 soat tayyorlandik. Keyin qatnashdik, ikkinchi bosqichga o'tdik, uchinchi bosqichga o'tdik, ya'ni o'sha 10 talik komandaning ichiga. Keyin 10 taning ichidan 3 talikka o'tdik. 3 talikdan keyin yana prezentatsiya bo'ldi, grand final bo'ldi. Unga ham yana 2-3 soat vaqt ketdi tayyorlanishga. Ya'ni sizlarda juda tez o'tkazasiz, chunki endi juda tez bo'ldi va xato bo'ldi bu narsa. Hozir Nurislom akalardan emas, bizdan olgan bo'lardingiz birinchi intervyuni agar ko'proq tayyorlaganimizda menimcha. Chunki o'zi Nurislom aytdi, bizni o'sha prezentatsiya jarayoniga juda ko'p vaqt sarfladik. Kuniga bir 5-6 soatdan faqat o'sha trenirovka uni o'ziga ketdi, repetitsiyani o'ziga ketdi deyapti. Sizlarda aytish bo'yicha test. Men o'qishimda yurgan paytim nima gap yaxshimi sizlarga charchamayapsizlarmi desam video jo'natardilar-da. Meni tayyorlanib o'tiribmiz. O'shanda men esimga kelardi, "O prezidentga gol bor edi, ketish kerak unga ham hali universitetdan ruxsat olish kerak" degan narsalar bo'lardi. Tez bo'ldi, xato bo'ldi. Biz qisqa vaqt tayyorlanganimiz. U payt komanda emas, men bitta o'zim keldim bu yoqqa. Bitta o'zim keldim. Bu yoqda o'zimiz komandadan bitta xodimimiz bilan qatnashdik. Xo'p, President Tech Award'da grand final kuni o'zi prezentatsiyaga borguncha men bir vashshe o'zimni yomon his qildim-da, chunki men undan bir kun uxlamagandim. Kechasi bilan o'zim ishlarimni qilib turib, unchalik ko'p e'tibor bera olmagandim. Keyin bir nima bo'ldi, amalladim, 3 daqiqada gapirib chiqdim. O'sha yerdagi iloji boricha hakamlar bilan interaktiv muloqot qilishga harakat qildim, chunki agar prezentatsiyani kimdir ko'rgan bo'lsa, men u yerda o'zimizni misol sifatida ularda yaxshi taassurot qoldirish uchun o'sha yerdagi hakamlar bizga bir kun feedback bergan hakamning ismini eslab qolgandim. O'sha hakamni misol qilib keltirdim. Uni men LinkedInda o'rganib chiqdim, qayerda o'qiganini, nima qilganini masalan. Tasavvur qil, sen shu universitetga kirmoqchisan, hujjat topshirmoqchisan deb unga murojaat qilib gapirdim. Menimcha shu narsalar ham bizga plyusga ishladi deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda asosiy narsa o'sha kreativ yondashuv va hakamlarni to'g'ri tushuntirib berib, ularni o'sha bahosini ko'tarishda bir ma'noda to'g'ri yo'lni tanlash hammaga ham emas ekanligini o'zingiz misolingizda keltirib berasiz. Bilmadim, endi ozgina o'ylasam menimcha hammaga ham keladi narsa, ozgina brainstorming qilsa. Maqsad mana $50,000 sizda, tushunchangizda. Yo'q, 50 emas, 25,000 tashlab berishgan hozir. Bu masalada ham bir ma'lumot bersangiz, ya'ni o'sha pul haqida, chunki auditoriyaga bu juda qiziq ma'lumotlar. Shunaqa kartaga tashlab berishadi pullar. Shaxsiy kartaga, jamoa a'zolarini registratsiya qilganingizga, jamoa a'zolarini registratsiya qilganmiz, 4 kishining kartasiga tashlab berishgan. 50% tashlab berilgan. Qolgan 50% KPI bajarilgandan keyin ma'lum KPI qo'yiladi. Ya'ni Key Performance Indicator deydi. Bu qanaqadir talablar o'sha qolgan pulni olish uchun. O'sha talablarni bajarganingizdan keyin, masalan, qanchadir miqdor muddatda milestone-larni bosib o'tganingizdan keyin qolgan pulni ola olasiz. Hozir bizga qo'yib berishgan, shu bo'yicha ishlayapmiz, qolgan 25,000 olish uchun. Endi hozirgi 25,000 shu narsalarga ishlatyapmiz. Rasxodlarimizga, marketing, boshqa oyliklar. Loyihaga buni yo'naltirdinglar, juda qiziq. Keyingi tanlovlar, ya'ni men o'zim bilishim bo'yicha, mana startap qanaqadir tanlovda qatnashsa, bu двойной plus deymiz, ya'ni ikki taraflama o'sha startapga juda foyda keltiradi. Bu birinchi masalada pul mukofoti, ikkinchi masalada auditoriyani ko'paytirish, ya'ni bu marketing taraflama taniltirish.
shunaqa eng birinchi tomonlamani desa bo'ladi, shu narsani o'zini birinchi tomonlama desa bo'ladi, awareness oshirish. Chunki startaplarga eng katta kerak narsa u pulni tanlovlardan olish kerak emas, o'zi startaplar asosan pulni investorlardan olish kerak. Nimaga? Chunki asosiy pul manbai startaplar uchun investor bo'lish kerak. Asosiy e'tirofga erishilishi yoki qanaqadir ommaga tanilishi bu o'sha tanlovlar yoki rasmiy maqolalarda chiqishi yoki davlat e'tirof etishi tanilishiga yordam beradi. Shu orqali keyin investorlarga chiqish mumkin. Chunki investorlar ham ko'radi, o'qiydi. Yaxshi startap ekan masalan, yaxshi startap bo'lganda e'tirof qilinmas edi, nimasidir borki e'tirof qilinyapti deydi. Keyin siz bilan miting qilish osonlashadi. Chunki любой investor bilan ham, любой istalgan venture bilan ham xohlagan paytingiz miting qila olmaysiz. Ular ham ko'rib chiqadi, peshtaklaringiz ko'rib chiqqandan keyin, hamma narsa tasdiqlangandan keyin miting tashkillashtiriladi. O'sha mitingda ham hamma ma'lumotlaringiz to'g'ri kelgandan keyin sizga promise qilinadi pul berish, lekin undan keyin dokumentlarni tekshirish boshlanadi. Siz berayotgan ma'lumotlar qanchalik accurate, ya'ni o'sha financial statementlar tekshiriladi, hamkorlaringiz bilan muloqotlaringiz tekshiriladi, sizni servis haqida feedbacklar tekshiriladi. Shu narsalar bo'ladi, keyin investor bosqichiga o'tiladi. Biz bungacha ham juda ko'p tanlovlarda qatnashganmiz. Nafaqat o'zimiz mahalliy, xalqaro tanlovlarda ham qatnashganmiz. NYU o'zini tanlovlarida ham qatnashganmiz. Biz NYU Shanxay bilan NYU Abu Dhabidan chiqqan bitta startap bo'lganmiz biz. NYUning New Yorkdagi o'zini tanloviga. Undan tashqari o'sha Silicon Valley'dagi tanlovlarda ham ko'piga saralanganmiz, lekin masalan men o'zimda ham viza muammo bo'lib turib keta olmaganman. Shu viza Amerika vizasi muammo bo'lgani uchun keyin o'qishimga keta olganman. Juda qiziqarli, ya'ni siz hozir boshlab qo'ydingiz, tanlovlarda qatnashdingiz. Bu haqida ham ko'proq ma'lumot bersangiz, ya'ni yana qanaqa tanlovlarda qatnashgansiz? Unaqa ko'p emas, 3-4 ta tanlovlarda qatnashib turib, o'sha tanlab olingan. Masalan, 300-400 startap orasidan 10-20 ta startap tanlab olinadi. U yerda investorlar bilan mitinglar qilib beriladi, darslar, workshoplar bo'ladi, coachinglar bo'ladi. Shu narsalarga tanlanganmiz. NYUnikida biz offline qatnasha olmaganmiz. Unda ham yana o'sha o'qishimiz bo'lgan, viza problemasi bo'lgan. Onlayn qatnashganmiz jamoam bilan. U yerda ham faqat coaching bo'lgan. Asosan offline borganlar investorlar bilan uchrashuv tashkillashtirib berilgan yoki o'zini customerlari bilan, potensial customerlar bilan uchrashuv tashkillashtirgan. Agar biz offline borganimizda Amerika universitetlari bilan o'sha yerda uchrashib kelgan bo'lardik o'sha payt. Lekin men nasib qilgan ekan, hozir o'zimiz Dubayga borib turib, IDPning head office bilan gaplashib turib, o'sha orqali biz hozir 600 ga yaqin ham Amerika, ham Angliya, Avstraliya o'sha universitetlar bilan hamkorlik qildik mana oxir. Biz IPOga chiqish uchun initial public offering deydi, ya'ni har bitta aksiyamiz sotuvga chiqish uchun ommaga biz bu bosqichlardan o'tishimiz kerak-da. Bizning oldimizda hali ancha yo'l bor. Bu joyga borguncha kamida 5-10 yil yo'l bor. O'shani harakatini boshlaganmiz hozir. Shuning uchun biz faqat hozir globalga harakat qilyapmiz. Biz birinchi, ikkinchi yil lokal bilan ishladik. MVP ni O'zbekistonda qildik. O'xshadi, O'zbekistonga kerak ekan. Даже O'zbekistondagi studentlarni O'zbekistonning o'zining universitetlari ham qiziqtirar ekan, xususiylar. Demak, biz hozir xalqaro bilan ishlasak, albatta xalqaro universitetlar qiziqtiradi. Shuning uchun biz hozir bu yog'iga katta fokusimiz, 70%, 80% fokusimizni chet elga o'zimiz o'quvchilarni jo'natish, chet eldan o'zimiz universitetga o'quvchi olib kelishga qaratamiz. Xo'p, maqsad har bir o'sha startap boshlaganda bunga yaqinlar tomonidan deymizmi yoki do'stlar tomonidan ishonchsizlik bo'ladi. Bu jarayon sizda qanaqa bo'ldi? Endi to'g'ridan-to'g'ri ishonchsizlik bo'lmaydi, chunki bilamiz startap risk katta, xavotir olishadi. Chunki siz ayniqsa bizdagi o'qish paytida startap boshlaganlar, masalan, men o'qishim bo'lib turgan, o'qib turibman, lekin semestr gap olmayman. Ya'ni bitta semestr qolib O'zbekistonda shu startap qilmoqchiman. Bunda o'qishimni o'ylashadi. O'qishimni o'ylashgani uchun xavfsirashgan, o'qishim qolib ketishdan. Bu o'qishamay qolsa nima bo'ladi? Ham 6 oyingni yo'qotasan, o'qishingdan kechikadi. Bu yoqda qolib ketadi ham, loyiha ham ishlamaydi degan har xil qo'rquvlar bo'lgan. Oila a'zolarim tomonidan ham, yaqinlarim tomonidan ham. Bitta narsaga rozi bo'lib qilganman bu ishni. Hamma aytardi, o'qishing nima bo'ldi? O'qishing nima bo'ldi? Xuddi to'y qachon degandek gapda ham bezorib. O'qishing nima bo'ldi? O'qimaysanmi endi yoki ketmaysanmi? Yo haydalib ketdingmi? Shunaqa gaplar ham bo'lardi-da. Lekin Xudoga shukr o'xshadi. Hozir yuribdi. Masalan, yaxshi ketyapti startapimiz. Startap risk katta bo'lgani uchun bundan xavotirli bo'ladi, lekin bitta tomoni startapni kattalashib ketish ehtimoli ham juda katta. Shu tomoni ham bor. Ya'ni no risk no story deydi. To'g'ri. Qanaqadir miqdorda riskka rozi bo'lish kerak, qanaqadir katta yutuqqa erishmoqchi bo'lsa deb o'ylayman odam. To'g'ri, juda barram o'qish bilan
o'sha ish yoki startap deymizmi, olib ketish qiyin, lekin siz buni qiyinchiligi bor. e'tiborsiz. Shuning uchun ham boshida o'qishimni ozgina to'xtatib turib, boshlanishidagi bor energiya, bor fokus faqat startapga berib turib, keyin ozgina yo'lga tushib olgandan keyin o'qishimga qaytib borganman. Hozir ham mana Prezident Ekord yutdik. Yana katta ikkinchi bosqichga chiqdik. Yana xuddi shunday holat bo'ldi. Yana ozgina pauza olib turib, yana startapga o'ziga fokus berib turib, yana o'zim relsga tushgandan keyin qaytib o'qishimni davom ettiraman. Bir vaqt ikkalasini olib ketaman degan plan bilan hozir yana ikkinchi risk olganman. Zo'r, xudo xolisa hamma narsa o'xshaydi deb o'ylayman. Endi maqsad bizni ko'rib turgan yoshlarga, tengdoshlarimizga maslahat bersangiz, baribir bu qimmatli va eng foydali maslahatlar bo'ladi degan umiddaman, chunki siz bu tajribadan o'tdingiz va hozir siz уже qaysidir darajada nimadirga erishyapsiz. Buni bizani ko'rib turganlar orasida endi boshlayotgan yoki bu sohaga qiziqish bildirayotganlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Shunga o'zingizdan chin dildan maslahat bersangiz. Endi unaqa maslahat beradigan darajaga ham chiqdim deb o'ylayman. Startap bo'yicha maslahat berishim mumkin, lekin u hayotiy masalada hali juda yoshmiz maslahat berishga. Startap bo'yicha eng katta beradigan maslahatim boshlash kerak. Shunchaki boshlash kerak. Hech qachon ideyani mukammallashtirib o'tirsa vaqt ketaveradi, vaqt yo'qotadi. Bitta zo'r gaplar bor ustozim. Eng zo'r vaqt boshlashga kecha edi. Agar kecha boshlamagan bo'lsang, bugun hozir boshlashing kerak degan narsa bor. Shuning uchun nimadir keldimi qilib ko'rish kerak. Uni qilib ko'rmaguncha bilmaysiz, ishlaydimi, ishlamaydimi. Shuning uchun qanaqa resursingiz bo'lsa, qanaqa shansingiz bo'lsa, hammasini ishlatib turib, nima o'ylasangiz o'shani qilib ko'rishingiz kerak. Keyin afsuslanib o'tirgandan ko'ra, fail bo'lib turib, nimadir o'rgangan yaxshiroq deb o'ylayman menimcha. Katta rahmat. Maqsad, bugungi barram intervyumiz zo'r bo'ldi degan umiddaman, chunki ta'lim sohasiga o'z hissangizni qo'shib kelmoqdasiz, yoshingizga qaramay. Va do'stlar, o'ylaymanki, video sizga yoqdi, kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing va kommentariy qoldiring. Batini ham yoqib qo'yinglar, ting bor. Rahmat aka, charchamang, vaqtingizga rozi bo'ling. Katta rahmat. Yaxshi kunlar.